Va nihoyat Madina Karimova ona bo'ldi. 16-aprel sanasida bloger Sardor To'rayev ota, Madina Karimova esa ona bo'ldi. Uzoq kutilgan farzand xonadonining mitti farishtasi, shu bilan birga prinsessasi tug'ildi. Bu quvonchli kunda Madina Instagram sahifasiga uning ismini ochiq-oydin aytmagan bo'lsa-da, muxlislarning taxmini bo'yicha chaqaloqning ismi Sadiya yo Soliha yoki Salima. Sizchi mitti farishtaning ismini nima deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va albatta videoga like bosishni unutmang. Shohruxxonning onasi Zebo Navrozova 60 yoshda. 3 o'g'ilning onasi, 3 kelinning qaynonasi bo'lgan Zebo Navrozova chaqaloqligida 40 kunlik vaqtida tashlab ketilgan. Zebo Navrozova uyda yeyishga noni bo'lmagan paytlarida farzandlarini yolg'ondan jazolaganini o'z intervyularida aytib bergan. Ammo bugun eng mashhur xonanda, aktyor, aktrisalarning mehribon onasi. Shohruxxonning oilasini yoqtirgan insonlar videoga like bosishni unutmang. Zebo Navrozovaning tug'ilgan kuni bilan cheklanmagan holatda xonanda Jasur Umirovning o'g'li Muhammad Xalidning va ustoz san'atkor